Nima deyman, bu 2 yil oldin bunaqa narsa yo'q edi. Bu foydasiz. Uyda gaz o'sha. Bu qatli qaravotni 5 ta yopadi, 5 dan keyin gaz tepa bo'ladi deyapti. Biz qiynalyapmiz shopirlar. Necha soatda chiqyapsiz har kuni? 2 soat, 3 soatda chiqyapman. Yo'da endi tirikchilikni ham belga tepyapti-da. Ish qila olmaymiz. Soat 2 da kelamiz. 5 gacha uspet qilamiz. 5 dan keyin yopishyapti. Ha, zapravka 5 dan keyin yopiladi. 5 dan keyin yopilyapti. Ertalab 5 ga ochadi deyapti. 5 ga uyqudan turib kelmaymiz-ku. O'zi kun qisqa qishki vaqt. Endi nima qilamiz? Gaz xalqqa gaz kamayadi deyapti. Xalqqa gaz o'sha tos. Qarang, shuncha mashinada mana hozir Toshkentda menimcha 80% hammasi mashinasi bor odam taksichilik qiladi-da, ishi bori ham, yo'g'i ham-da. Nima deysiz? Shu tirikchiligidan qisilib, vaqtdan yutqizib, balkim kommunalnilarni ham to'lashga qiynalib qolar qishda. Nima qilamiz endi? Xudo bergani bo'ladi endi. Kommunalni uni chetga surib qo'yganmiz hozir. Hozir asosiy yeb ichish. Gaz yeb ichish bo'lsa bo'ldi. Hozir orzu havasga hech qanaqa intilish yo'q bo'lyapti hozir. U avval bor edi orzu havas. O'zi endi pandemiyadan sal bo'shashib qoldik. Pandemiyadan bo'shandik. Endi xudo xolasa bu yo'q yaxshi ish boshlanadi desak, mana bu narsa bo'lib qolyapti. Endi bezni yursak to'g'ri kelmaydi hozir. Hamma gaz olgan hozir. Men degan katta inamarkalar gazda yuribdi. Boshqa iloj qolmadi, nima qilamiz? Bola chaqani boqish kerak. Gaz o'sha uyda. O'sha narsa. Hech qanaqa foydasi yo'q. 50% ko'payadi dedi, gaz o'sha. Gohida uchyapti, choy ham qo'yib bo'lmayapti. Nima foydasi bor buni? Buni tepadagilar nima qilyapti o'zi? Yana qorni ochib, qorni to'q bilan nima unaqasi bor deydi, qorni to'qni qorni ochdan. Endi o'zbekchilik endi nima qilamiz endi? Dodimizni aytadigan odam yo'q, eshitadigan prezident eshitsa endi mayli. Eshitib bir gaplar. Assalomu alaykum hammaga. Siz Farhod Tohirovich kanalini kuzatyapsiz. Hozir mana uydan chiqdim, soat hozir ham ko'ryaptimi? 2 bo'pti salkam. Do'stlar, bugungi video, bugungi mavzu mana bu yoqda probka Mamutda mostdan tushirishda boshlangan. Oximobayev most, Keles mosti deyiladimi? Probkani kilometrini ko'ramiz. Mana 200 metr yurdik. Plus 1 kilometrchada. Qay darajada gaz zapravka. Ko'ramiz, necha kunlardan beri, даже bir haftadan oshdi, gazlarimiz probka bo'lib qolgan. Haydovchilarimizga juda ham muammolar tug'ilyapti. Soatlar qolib ketishyapti sovuqda, ko'chada. O'zi qishki sezon bilasizlar, qishki faslda kun qisqaradi. Ko'p narsaga ulgurish juda ham qiyin. Shuning uchun men bu videoni qilishga hozir indamay o'tib keta olmadim. Video qilishga majbur bo'lyapman. Ahvolni ozgina ko'rsatib o'tmoqchiman. Iltimos qilardim bu videoni kengroq tarqatishinglarni, kengroq ko'proq ko'rib, adillikka qilib, like bosib videoga. Bilaman, meni kuzatuvchilarim orasida 95% bo'lsa kerak, balki 99% haydovchilardan iborat ko'rasizlar. Hammanglarni hurmat qilaman, hammanglar zo'rsizlar, bilaman. Doim sizlarning yordaminglar bilan, poddeshkanglar bilan, prosmotrlaringlar bilan, laykinglar bilan meni kanalim shu darajaga yetdi. Mana kechagina 40 mingtaga yetdik do'stlar. Hammanglarga bu uchun alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Lekin bugungi mavzuda iltimos qilardim do'stlar, bu videoni ko'proq tarqatib ommaga yetkazib, mutasaddilarimizgacha yetib borishligini, ko'rishligini xohlab bu videoni qilyapman do'stlar. Mana bu yerda hozir turna qator ikkita taraf gazga o'chirt boshlangan. Mana даже qatdan qo'shilib olishni ham bilmayapmiz do'stlar. Soat 2 bo'ldi. Ko'ramiz nechida gaz zapravkaga kiramiz, nechida chiqib ketamiz va qachon biz bir kunlik planimiz yoki boshqa bir rejamizdagi ishni qila olamiz. Mana hozir Keles mostidan tushib keldik. Gaz zapravkagacha adashmasam 1 kilometrcha bor. Tak, bo'lmasam videoni do'stlar boshladim. Qisqa videolarni ko'rasizlar, borib erinmasdan o'sha Medgarodoklar tarafdan ham nechta zapravka bo'lsa hammasini o'chirt ahvolini olib keldim. Uni ko'ramiz va
o'zinglarning hissinglarni videoni ko'rib ommaga ko'proq yetkazib berishdi. Sizlardan iltimosim faqatgina shu. 4 faslda ham bizda haydovchilarga har xil muammolar, qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Halizgacha shu davom etmoqda va buni natijasida ko'p ayrim nimalarimiz, yurtdoshlarimiz chet davlatlarga ham ish qidirib, ishlarga yana chiqib ketib, qiynalishib, bu yoqda ham har xil muammolarga, kasalliklarga uchrab, qaytib kela olmay qolayotganlari ham juda ham ko'p uchrayapti. Xullas, bizda na mashinani olishda ham, boshqa qilishda ham har tomonlama qiyinchiliklar, faqat muammo. Shuning uchun xullas do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qo'yasiz. Video yoqsa, like tugmachasini ham bosib, faqat qo'llar tepaga, pastgasi bizga o'tmaydi. Xullas, bu videoga aynan hammanglarga rahmat e'tibor uchun videoni kuzatamiz. Salomat bo'ling. Ahvol do'stlar, mana bu yerdagi gaz zapravka, qadamda gaz zapravka, lekin gazni siqib qo'yishdimi, nima balo qilishdi, ishqilib. Shoferlarni har tomonlama 4 ta faslda ham qiynab yotishibdi. Bir qarasang yo'lni bo'g'ib qo'yadi, yo'l quradimi, nimadir qiladi. Mayli, yaxshilikkadir yo'llar. Endi chang to'zonlardan ham dalalardan qatnab yuruvdik yaqinda. Endi ko'chamizni ochib yubordi, bitib qoldi yo'l deganimizda endi mana soatlab kecha 1,5 soatda chiqqanman gazdan. Ishqilib zo'rg'a kunida tirikchiligini qilib yurgan shu har doimgidek aytadiganim taksistlarimiz, kirakashlarga bir qarasang litsenziya deydi, pandemiya vaqtida men ozgina ishlaymiz deb litsenziyaga ham 1 milliondan oshiq pulga qildik. Hozir hech qanaqa foydasi ham bo'layotgani yo'q, hech kim tekshirayotgani ham yo'q. Qiyinchiligidan chiqdik deganda endi mana bu yerda gazda mana 1 kilometrdan oshiq o'chirt. Qish kelganda endi qishda ham har doim 4 ta faslda qanaqadir qiyinchilik bor haydovchilar uchun, shoferlar uchun. Na yo'llar talabga javob beryapti bizda, na boshqa. 2 yildan beri gazli mashina minaman, lekin yangi yildan keyin sal bo'shaydi. Yangi yildan keyin bunaqa o'chib qoladi. Yangi yildan keyin hammani cho'nchagi ham bo'shaydi. Yo'q, ko'chaga chiqmaydi, na yo'lovchi, na haydovchi. Emas, o'chib kamayadi. Zilni, oka, zil haydovchining 5 yil bo'ldi-da. 5 yil bo'ldi zil haydovchi. Yangi yildan keyin обязательно 1-2 yanvardan keyin bo'ldi. Mandaqa xurotga turib gaz zapravkalar o'chib bo'ldi. To'xtang, xo'p, nima demoqchisiz shu bilan? Gaz zapravkalar unaqa. Ani yil oxirigacha qanaqadir limiti bor, tugab qolishi hisob-kitobimi shu? Keluvchi degan. Keluvchi to'g'rilyapti buni. Lekin hisobni to'g'irlashyapti. Mani tomon, men o'zim bu yoqda turaman, lekin mani tomonda ham yosh bolalar bor. Hozir ikkitasi gapiryapti, yoki gaz yo'q edi. To'g'ri. Sariyada bor. Lekin gazni Gaz kamayib ketdi emas. Bu kelish sekinlashib qoladi. Mana bu so'rtasi oyoqqa chiqmay qoladi keyinga. Davlenasi. Hisobiga ham shuning uchun men bilan to'xtatyapti-da, vaqtincha kechqurun bo'lsa ham oyoqqa davledan ko'proq yurish kerak-ku. Masalan, meni bolalarim, navaralarim yurib ketsa o'ydi. Chiqdi rostdan ham o'ydi uylar. Do'stlar, bu yog'iga o'tsangiz, oka, to'g'risi. Navoiy, qaynama, generallarda umuman hech kimga gaz yo'q. Qoplanmaydi, gapirmasa ham bo'ladi. Sen o'zing qo'ysang bo'lagan WhatsApp. Bu WhatsApp to'g'ri ko'rgan. 10 ta odam bilan surilyapti shekilli bu hozir. Xullas, O'zbekistonda ahvol mana shunaqa. Haydovchilar uchun, haydovchilar nomidan gapiryapman do'stlar. Buni balki mutasaddilarimiz ham ko'rishar. Endi ular to'g'ri bu betonkada основной gaz zapravkalar. Ularni ko'rmasligi mumkin. Shu narsani ko'rsatib berish, yetkazib berish maqsadida ozmi ko'pmi o'zimni hissamni qo'shkim keldi. Bu bee'tibor o'tib ketgim kelmadi bu narsaga. Nafaqat o'zim uchun, buni butun mana shu yurtdoshlarimiz, haydovchilarni muammosi bo'lib turibdi. Bugungi kunda mana sovuqda tirikchiligiga bola chaqa boqamiz deb chiqishyapti-da. Pandemiya paytida ancha-muncha men litsenziya mavzusini unaqa ko'p yoritganim yo'q edi. Nimagaki kimlargadir zo'rg'a o'sha litsenziya olayotgan haydovchilarimizga minus bo'lib qolmasligi uchun men o'tdagi holatlarni ko'rsatganim yo'q edi aslida.
Lekin oldik litsenziyani ham yotibdi mana hozir hech kim tekshirayotgani yo'q. Nimaga men u litsenziyani qo'shib gapiryapman? Bitta faslda nimadir o'ylab topishyapti har doim. Shu bir maqsad nima qiynashmi? O'zi qiynalib zo'rg'a kunini ko'rib, u poraxo'rlik qilmayotgan bo'lsa, o'g'irlik qilmayotgan bo'lsa, mana Mamitda ham, Edgaradokda ham o'chirib boshlandi, qayerdan boshlanayotganini ko'rib turibsizlar. Xullas, zo'rg'a tirikchilik qilib yurgan shu haydovchilarga nima zaril, nima kerak, mana shunaqa qiyin vaziyatga solib, mana shu gazda yuradiganlarning hammasi kira qiladi, hammasi taksavat qiladi. Ishi bori ham, ishi yo'g'i ham. Ishi bori nimaga taksavat qiladi? Oyliklari qoniqtirmayotganligi uchun. Boya gapim mazgina boshlab qisqaroq bo'lib qoluvdi. Nima deydi? Mana shunaqa qiyinchiliklarga qayta to'g'ri kelib duch kelavergan haydovchilar nima deb o'ylaysizlar? Balkim besabab chiqib ketmayotgandir, majbur bo'layotgandir chetga ishlagani. Ketib har xil oqimlarga qo'shilib ketayotgan yurtdoshlarimiz qancha. Mana shu qiyinchiliklardan qochib ko'proq pul topaman deb kimlargadir ishonib aldanib qolayotganlar qancha. Borib qaytib kela olmayotganlar qancha. Kasalga uchrab, bir dardga uchrab, o'shadan o'ziga bir mana nima deysizlar? Mashinani ham gapirib chiqishdi, gapirdik. Mashinalarni ham gapirdik, qimmatligini, olish juda ham qiyinligini ham gapirdik. Hamma narsani gapirdik. Mana umri qattiq o'tyapti O'zbekistondagi erkaklarni umri qanaqa ahvolda, qanaqa situatsiyada o'tib ketyapti-da do'stlar. Mana yo'llarni qancha gapirdik, tanqid qildik. Birinchi, ikkinchi polosalarga ham chiqib ketilyapti. Qani bu yerda gaishniklarimiz? Gaishniklarni nima aralashtirib deyishinglar mumkin. Qani mana televizorga chiqib aqllilik qilib 25-soatda yoki ana avtopatrulda aqllilik qilib yo'lni to'sib qo'yibsan, bir dvijeniyaga xalaqit qilyapsan degan aqllilar qani? Qani shunaqa aqllilar? Men qaytib vaqtim ayami kerak bo'lsa, hozir nechta zapravkadan o'tdik. Qaytib borib men ko'rsataman shu narsani. Kerak bo'lsa. Qani bu aql egalari nimaga shunaqa narsalarni olib chiqishmaydi? Nimaga shu avtopatrul yoki shu 25-soat qani mana aql egalari kelib mashina ham bir syomka qilishmaydimi, olib chiqishmaydimi? Muammoni. Bu ham muammo-ku. Qani mana nechta haydovchi bor? Hammasiga protokol yozsa onasini hamson. Yozmaysizlar mana bitta mashinalar bitta palasadan zo'rg'a o'tyapti. Nechta palasaga to'xtab olingan? Men bu yerda haydovchilarni aybdor qilmoqchi emasman. Lekin bular nima qilsin? Majbur mashina urishib, talashib, o'chirib talashib kerak bo'lsa, tezroq chiqib ketaman deb majbur bo'ladi bir-biri bilan urushishga, bir-birini dilini orishga, norozi bo'lishiga. Qani bu aqllilarimiz? Chora ko'rishmaydimi? Nimaga gaz? Shuncha gazga ruxsat berildi, gaz zapravkalar ochilib yotibdi. Bilmadim qay yo'l bilan. Ochilyapti, mashinalarni ham chiqarib yotishibdi. Misol uchun, ekonomishning mashinalarini yoki elektromobillarni olib kirib qulaylik yaratinglar, yo'masam ko'paytiringlar. Mana yutib chiqdi qaysidir ma'noda. Hech qanaqa deputatlarimiz ham hech narsa qilib berish olmadi. Nima bo'lyapti o'zi O'zbekistonda do'stlar? Nima bo'ladi bu yog'iga? Men hozir majbur bo'laman shu videoni qilishga. Ko'rsatib beryapman mana ko'chadagi ahvollarimizni. Bir qarasang qordan, yomg'irdan aziyat chekyapti haydovchilarimiz. Videolarimiz hammasini kuzatib borayotgan bo'lsanglar, mutasaddilar, sizlarga tegishli bu videolarimiz hammasi. Bu kamchiliklarimiz qachon bartaraf bo'ladi? Qachon bu O'zbekiston rivojlanib, taraqqiy topadi? Qachon bir boshqa davlatlarni, Yevropani og'zida biz ham eslab o'tilamiz joyiga kelganda? Qachongacha o'zbek xalqi bunaqa qiynalib yashash kerak? Qachongacha aytinglar? Mana shunaqa bo'lgandan keyin chiqib ketadi-da hamma chet elga ishlagan.
tag'in ham indamay jim yashab yuribdi-da o'zbek xalqi bor. Tag'in ham indamay jim yashab yuribdi. Turli qator o'chirtlarimiz, yo'masamchi yonma-yon gaz zapravkalar, yonma-yon. Ko'z tegmasin, yaxshi bo'lib qoldi, gaz hech bo'lmaganda deb yuruvdik. Shu bir hafta 10 kun yoki shu bir oy oldinlari ham bunchalik qor yog'di, mana suv tushdi, gazni siqib qo'yishdi. Xo'p, mayli, ana qanaqadir xonadonlarga gaz ta'minotini shu yetarli darajada ta'minlab berish maqsadida deb eshitdik, lekin bu qanchalik to'g'ri ekan? Qani nazoratchilar, tekshiruvchilar bormi? Raz shunaqa ekan, qishki sezonda xonadonlarga gaz tanqisli bo'lib qolar ekan, muammo bo'lib qolar ekan. Zapravkani ta'siri bo'lar ekan, gaz zapravkasini. Shuncha payt ta'siri bo'lmayapti. Xo'p, mayli, hamma hozir gaz yoqqan uyda. Yetishmovchilikdan xo'p, endi uyda sovuq qotmasligi uchun ko'chada sovuq qotib erkaklar qiynalib o'lib ketish kerakmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Avariyniy situatsiyalar bo'lib yotibdi. Ikkinchi qator, uchinchi qator odamlar nima qilishini bilmayapti, do'dirab. Mana ahvol. Mana bu yo'lga. Mana yo'llarimiz. Mana probkalar. Mana mostgacha chiqib ketgan. Mana bu yo'lga kelsa. Qatorlab turibdi bu yerda. Agar bir qatorga bo'lsa, u boradi. Qoraqamishgacha boradi. Nimaga bunaqa bu? Savol sizlarga. Mutasaddilar, issiqqina gazni o'zingizlarga to'g'irlab, isitvolib bemalol yashayotganlarga tegishli bu narsalar. Qachongacha bu hol davom etadi-da, do'stlar? Qachongacha? Hasanboydagi ko'chakda. Yo'llarni probka bo'lib qolishi. Yarmidan oldik shekilli o'zi. Assalomu alaykum, ammo qotdi. Orqa yuradi gaz. Orqa chiroydan yonmasagani bo'ladi. Voy, yo'q qo'ygan. Yo'ldan Qahramonga yaqin qoldik. Lekin probka yo'q. Tarafga javob bermaydi deganim sababi mana Qahramonning kurugida ham, Perikroskasida ham svetofor biz tarafda ishlamayapti. Lekin turibmiz, nima turganimizni bilmayapmiz. Balkim narigi taraf ishlayotgan ekan, mana sal ko'rinmayapti lekin yashilanma. Bilasiz, hech narsa talabga javob bermaydi O'zbekistonda. Ko'rib olaveringlar, kerak joyini o'zinglar. Nima deyman? Ayoqda gaz yo'q deyapti obyektlarda. Gaz yo'q, mana Toshkent rayoniga chiqqanda gaz yo'q deyapti. Shuni hisobiga bo'lsa kerak edi, gaz tanqislik, kun sovuq. Shunga menimcha gaz o'zi har yil qishda bo'ladigan odat-ku. Necha soatda chiqyapsiz har kuni kirganda? Kami 1 soat, 1,5 soat. Kami? 1 soatda kami, 1,5 soat. Sovuqroq bo'lib ketib qolsa 2 soat ham turib qoladi. Necha soat gacha ishlayapti zapravkalar? Nechidan nechigacha ishlayotgan ekan? 5 ta yopyapti bu. 5 ta yopyapti, hamma zapravka. Yo'q, bu yerga kelaman, nima ko'proq? Ha. 5 gacha ishlaymiz degan 5 ta yopyapti. 5 ta yopyapti, ertalab 6 da ochiq. Plan nima bo'lyapti? Plan uspet qilasizmi? Harakat qilamiz. Harakat qilasiz. Mayli, salomat bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Soat boya 1 dan
38-37 minut o'tgan edi adashmasam bu videoni boshida. Hozir 1 soatdan oshdi mana kirib keldik. Ha? Nima bo'ldi? Necha pul yetdi? Xo'sh do'stlar, mana nihoyat chiqib ketamiz. Soat 3 bo'ldi. 23 ta kam, aniqini aytdi, 23 ta kam. 2 da. 23 ta kam 2 da. O'chirtga turgan edim. Mana nihoyat chiqib ketdik. 3 bo'ldi. O'shanda 1 soat 20 minut. 1 soat 20 minut. Bugun sal qorlari kulla sal tashaganning hisobiga bu. Bir haftadan beri, qor yog'ganiga 1 hafta o'tgan bo'lsa, o'shandan biri 1,5 soat, 1 soat 40 minutgacha boryotdi. Sal bugungi kunda tashapti, to'g'risini aytish kerak. Xulosa shunaqa do'stlar. Soat nechi bo'ldi? Soat 5 dan 3 minut o'tdi mana. Nima deysizlar? Hozir bu 5 dan 5 gacha qo'ygani sababi nima kelib mana hali kirgan edi. Aholiga gaz yetib borishini. Agar aholiga mana shu 5 dan 5 gacha qo'ysa chegaralar. Aholiga maqsad gaz yetkazib borish bo'yicha hali hech qanday gaz yetib bormagan. Mana shu ham qancha odam aytayapti. Men boya bir ikkita odamlar bilan gaplashib qoldim. Aytayapti-da, 5 dan 5 gacha qo'ygan sababi agar aholiga gaz yetib borish bo'yicha bo'lsa, agar o'sha odamlar aytayapti, uyimda gaz yo'q deyapti. Turba necha yil oldin o'tganda mana shu Toshkentni o'zini O'zbekiston sentri chetida gaz yo'q deyishyapti. Agar haqiqatan bu 5 dan 5 qo'yish maqsadi shu gaz yetib borish bo'lsa, baribir yetib bormayapti-da, ko'p joyga gaz. Ko'p xonadonda gaz yo'q baribir. Undan ko'ra polni ochib qo'ysin, baribir gaz bermagandan keyin nima kerak bunday qilib? Navbat cho'zib, mana shuncha odam qolib ketdi-da, misol uchun. O'shanga yetyapti. Hozir qancha odam qaytib ketdi bu yoqqa. Shuncha qilagan joyi. Yo'q, bor narsani gapiryaptilar. Agar uchdan kelib mana baribir gaz yo'q, xonadonda yo'q qo'yishyapti. Hamma ishdan o'g'li chiqib ketdi. Ishdan o'g'li chiqib kelyapti. Lutfi to'rdan keyin ochsin-da, ertalabgacha qilib qo'ysin. Kutganga arziydi, chiqib ketadi, turib qaytib ketmaydi, ahmoq. Karantinda chiqqan qoidalarga muvofiq davom etyapti-da bu qoidalar ham, menimcha. Endi hammani Karantinda eslasangiz, nechidir soat mumkin, nechidir soat mumkin emas, hamma ishga ulgurmagan. 7 dan 10 gachami. Xullas, qovun tushirishda davom etishayotganligi uchun men bu narsani iltimoslarga ko'ra o'rganyapman. Shuncha xalq turibdi. Hozir nechta zapravkaga boribsiz? Nechta zapravkaga borsiz, mana hammasini ko'rib ko'rasiz. Mana Moskva o'zida hozir kamida 30 ta mashina bor. Ya 30 tadan ko'p bu menimcha. Ya endi misol 2 qator ketyapti-yu. Bu degani 30 ta xonadon degani. Moskva o'zida. Okey, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Videoga klass bosib, ma'qul kelgan bo'lsa, haqiqatda to'g'ri narsani olib chiqqan bo'lsam, like bosib, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldirasizlar va kutamiz mutasaddilardan qanaqadir o'zgarishni. Chunki qish hali oldinda, hali dekabr oyi ham to'liq kelgani yo'q. Shuning uchun 3 oy qish qiynalmasligimiz uchun oldini olish maqsadida bu videoni qilib chiqdim. Hammangizga e'tibor uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha xayr.